Assalamu alaykum. YouTube kanalını görücüler. Benim yine ötkendeki bugünkü günlerim 3. aprel günü azotları kuygan edim beriye. Kichkine ötken yılı iyunda çerenke qıqallarım mene uzun bolup ösüp turuptu beri. Ancha yaxshi ösüp qaldı. Mene azot kuygandan keyin yeneyem berikleri toq yeşilleşti mene. Mana gülüm bitta gunçaydı, mene uje 4 ta gunça boldu mene gülü de. Bemalal korkmasdan sizlere men körsetken de kılıp kuysanlar, ja korkayotgan bolsаңlar, men çağandan sel kamroq qilib sаңlar azotnu. Ana bemalal ösüp sizlarga maşina gürkireydi. Ancha uje 5 günde mene ancha çözülüp kaldı bu. Yangi mana pobegleri mene mana birimde yo'q edi, mene uje 2 ta quloq chiqarib ancha o'zgarish bo'lib qoldi 5 kun ichida. Mana gülödüm bilsеңler bo'ladi. Mene endi bitta gül chiqizdi dedim. Mene uje 4 ta buton bo'ldi. Bularni tegiga mene endi bo'ldi. Addi suvdan quyib qo'yib beraman mene o'zimizni. Men 2 tonnalik shunaqa yomkislarda men suvim turadi. Quyuq har doim quyishga tayyor, liboy payt qo'ysam yomkistim uyning ichida. Shundan shlankada tartib men quyib beraman. Bemalol sizlar ham mana shunaqa qilib azot quyib, yaxshilab ertaga baharga azuqasini berib qo'ysanglar, yazın bilan güllab nasreninglar ko'tarilib o'tiradi. Gullar açılganda ko'rib xursand bo'lib. Opa ko'rsatingchi, sizniki ash quygan gullaringiz o'lib qolmadimi deyishib menga kommentariyada yozishyapti. Mana hech biri o'lgan yo'q. Bari tirik, bariklari yam-yashil, yaxshi bo'lib turibdi mana. Keyingi videolarda görüşünce sağ aman bolinglar. Like basışını unutmanglar. Sizlarning ham gullaringiz açılıp, bahrdilinglar açılıp o'tiringlar.